$149,000 ga high-tech uslubida qurilgan uchastkamiz sotuvga chiqdi. Uyimiz polo neoklassik uslubida qurilgan, umumiy xonasi 6. Uyni obzorini boshladik. Zilonli zonasi bor va shunaqa chiroyli naves qilib yopib qo'yishgan ekan. Uyning fasadni qismi ham menga juda yoqdi. Endi ichkariga kiramiz. Kirganda o'ng qo'lda kuxnya, hovliga qaragan oynasi ham bor ekan. Endi keyingi xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Bu hovl shunaqa chiroyli oynali eshik qilishgan ekan va orqa hovliga qaragan oynasi ham bor ekan. Ketdik, keyingi xonalarni ko'ramiz. Yosh kattalar uchun spalni orqa hovliga chiqsa ham bo'lar ekan bu eshikdan va yonida umumiy sanuzel bilan birga ekan. Va undan tashqari o'zini podvali ham joylashgan ekan, faqat keyinroq ko'rsataman. Noto'g'ri eshitmadinglar. $149,000 ga shahardan 6 xonali 2 urinli o'zini podvali bilan hovli olsanglar bo'ladi. Hozirgi paytda bilasizlar 3 xonali kvartira ham bermayapti bu narxga. Menga bu uyni har bitta xonasida o'zini oynasi borligi juda ham yoqdi. Endi men sizlarga sanuzelni ko'rsataman. Yonida detskiy xonamiz ham joylashgan ekan. Bu yoqda родительский spalni o'zining ichida sanuzel bilan birga ekan. Ketdik, endi podvalni ham ko'rib chiqamiz. Agar videomiz qiziq bo'lgan bo'lsa, like va podpiska qo'yish esingizdan chiqmasin. Ha, aytgancha manzilni aytish esimdan chiqibdi. Bu hovlimiz Sergelida joylashgan.